Tafsirim muyassar. Baqara surasi. Nihoyat shafqatli va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman. Ba'zi musulmonlar Yahudiylarga Alloh nozil qilgan Qur'onga iymon keltiringlar desa, ular biz o'z payg'ambarlarimizga nozil qilingan kitoblarga iymon keltirdik. Ulardan boshqasiga nozil qilingan kitoblarni inkor qilamiz deydi. Halbuki Qur'on ularga nozil qilingan Tavrat, İncil qatorliq samoviy kitoblarni tasdiqlaydi. Agar ular o'zlarining qo'llaridagi samoviy kitoblarga rostli iymon keltirgan bo'lsa edi, albatta Qur'onga iymon keltirgan bo'lardi. Ey payg'ambar, ularga aytginki, agar sizlar Alloh sizlarga nozil qilgan kitoblarga iymon etgan bo'lsanglar, ilgari nima uchun Allohning payg'ambarlarini o'ldirdinglar? Ey Yahudiylar, Allohning payg'ambari Musa o'z vaqtida sizlarga o'zining rostchiligini isbotlab, kalkun, chekatga, pit va paqa qatorliq ofatlardan iborat nurg'ulg'an mo'jizalarni ko'rsatgan edi. Shundoq turg'liq Musa alayhissalom Rabbi bilan uchish uchun ketganda sizlar mo'zayni ma'bud qilib oldinglar. Sizlar haqiqatan Allohning itoatidan chiqqan qavm ekansizlar. Shuni eslanglarki, o'z vaqtida biz sizlardan Musa Tavratda sizlarga elib kelgan haqiqatlarni qabul qilish haqida mahkam ahd olgan edik. Ammo sizlar ahdini buzdinglar. Shuning bilan turtig'ini ustunlarga tiklab qo'yib, sizlarga berilgan Tavratni ching tutinglar. Rabbinglarning so'zini anglanglar va itoat qilinglar. Bo'lmasa, bu tog'ni ustunlarga tashlaymiz dedi. Shu chaqda sizlar sözünü anladık, ama emringe itaat qilmaymiz dedinglar. Çünkü sizlerning kufrida cho'nqurlab ketishinglar sababli mo'zayga cho'qinish dilinglarga o'rnab ketdi. Ey payg'ambar, ularga aytqinki, agar sizlar rostli iymon etganlardan bo'lsanglar, sizlarning kufriga va ozg'unlikka chaqiradigan bu iymoninglar nima degan yomon? Ey payg'ambar, özlerini Allah'ın oğulları ve onun yakınları da bildirlab, cennet bizgili xastur deydigan Yahudilarga aytgin ki, eğer ameliyat sizler degandek bolsa ve sizlerning gepinglar rast bo'ladigan bolsa, o'zinglarga o'limni orzu qilib beqinglar cho'qani. Ular buni hargiz qilmaydi. Chunki ular Muhammad alayhissalomning rostchiligini bilib turib inkor qilganligi, uningga tuhmat qilganligi ve özlerini cennetten mahrum qilib do'zaxga kirgizadigan kufrlik, osiylik qatorliq qilmishlarni sodir qilganligi uchun hargiz o'limni orzu qilmaydi. Alloh kufrlikni tanlab, o'ziga zulm qilguvchilarni obdan biladi. Ularni shu qilmishlari sababli jazolaydi. Ey payg'ambar, shuni bilginki, Yahudilar uzun ömür görüşke intayin heristir. Meyli o hayat xarlıq, zabunluqda össün. Ular hayatqa müşriklardan mübekkelistir. Yahudilardan her biri 1000 yıl ömür görüşni arzu qiladi. Ular uzun ömür görgen taqdirdimi, uzun ömür ularni Allah'ның azabıdan saqlab qalamaydı. Ularning qilmishlari Allohga maxfi emas. Allah ularga tegishlik jazoni beradi. Ey payg'ambar, Cibril farishtalar ichidagi bizning dushmanimizdir degan Yahudilarga aytqinki, kimiki Cibrilga dushman bo'ladi ekan, shuni bilsinki, Cibril Allohning amri bilan ikki olamlik yaxshiliklarni o'z ichiga olgan. Iymon etganlarga jannat bilan xush xabar berguchi, kishilarni haq dinga boshlovchi va o'zidan ilgirki samoviy kitoblarni e'tirof qiluvchi ulug' Qur'onni sening qalbingga tushirdi. Kimiki Allah'a, onun farishtalariga, payg'ambarlarga, xususan Cibril ve Mikail qatorliq ikki farishtaning biriga dushman bo'ladi ekan, u yana biriga dushman bo'lgan. Shundaqla Allohga dushman bo'lgan bo'ladi. Chunki Yahudilar Cibril bizning dushmanimiz, Mikail bo'lsa do'stimizdir deb e'tiqod qiladi. Shunga ey payg'ambar, ularga uqtirib qo'yganki,
Cibril'e düşman bo'lgan odam Mikailga düşman bo'ladi. Sheksizki Allah Muhammad alayhissalomga nozil qilingan islom diniga düşman bo'lgan kofirlarni düşman tutadi. Ey payg'ambar, biz sana sening haq payg'ambar ekanligingni isbotlashga yetarli o'p-ochiq oyatlarni va mo'jizalarni nozil qildik. Allah'ның dinidan chiqqan kofirlardan boshqasi bularni inkor qilmaydi. Yahudilarning ahdini buzishi nima degan qabih ish. Ular qachon biror ahd tuzishsa, ulardan bir turkumi uni buzadi. Ular bugun ahd tuzsa, ertasi uni buzadi. Balki ularning to'lisi Muhammad alayhissalomga kelgan haq diniga ishonmaydi. Muhammad alayhissalom ularning qo'lidagi Tavratni tasdiqlaydigan Qur'onni elib kelib edi. Ularning bir qismi xuddi uning payg'ambarligini bilmaydigandek Allohning kitobi bo'lgan Tavratga qasdan quloq yo'qirdi. Yahudilar shaytonlarning Sulaymon alayhissalomning zamonidagi sehrgarlar to'g'riliq so'zlab bergan narsalarga ergashdi. Sulaymon kofir bo'lgan emas, sehr o'rganganmi emas. Lekin shaytonlar kishilarning dinini buzish uchun ularga sehr o'gitish bilan kofir bo'lgan maxluqlardir. Yahudilar yana Allah bandalarini sinash uchun Iroqning Babil degan yerga avatgan Harut Marut degan ikki farishtaga tushirilgan sehrga ergashdi. Bu ikki farishta sehrgarlikni o'rganish va shaytonga ergashish bilan kofir bo'lib ketma deb ogohlantirmay turib, hech kimga sehr o'rgatgan emas. İnsanlar bu ikki farishtadan ayolni bir-biriga o'ch qilib, ularni ayirib etadigan sehrgarlikni o'rganadi. Sehrgarlar Allohning irodasiz hech kimga ziyon yetkazolmaydi. O sehrgarlar o'ziga ziyni bor, foydasi yo'q narsani o'rganadi. Shaytonlar sehrgarlikni Yahudilarga elib kelib, ularning orasida umumlashtirdi. Shuning bilan ularda sehrgarlik avjirib, ular sehrni Allohning kitobidan ortiq ko'radigan bo'lib ketdi. Halbuki Yahudilar sehrni tanlab, haqni tark etgan odamga oxiratda yaxshilikdan hech bir nasibi yo'qligini obdan biladi. Yahudilarning Allohga iymon etish va Muhammad alayhissalomga ergashish badaliga o'zlari uchun ravo ko'rgan sehrgarlik bilan kufrlik nima degan yomon. Ularda o'zlariga qilingan vaz nasihatni qabul qilib, yaxshi amallarni qilishga turtki bo'g'idek ilm bo'lgan bo'lsa, undaq qilmas edi. Yahudilar agar Allohga haqiqiy iymon etgan va uningdan qo'rqqan bo'lsa edi, ularga Alloh beradigan savobning sehrgarlikdan va sehrgarlik orqali topgan mol dunyodan yaxshi ekanligini albatta bilgan bo'ladi. İman ve taqvolikning oxiratdagi katta mukofotini bilsaydi, albatta iymon etgan bo'ladi. Ey iymon etganlar, sizlar Muhammad alayhissalomga ra'ina deb xitob qilmay, unzurna deb xitob qilinglar. Chunki bu so'z sizlar maqsad qilgan ma'noni to'g'ri shaklda ifodalab beradi. Ma'lumki, Yahudilar Muhammad alayhissalomga bo'lgan qattiq o'chmanligidan uni so'kish va tillash uchun tilini qasdan to'lg'ab shundoq ikki misliq so'zlarni ishlatdi. Ey iymon etganlar, sizlarga tilovat qilinayotgan Qur'onga quloq solinglar. Uni yaxshi tushuninglar. Haqiqatni inkor qilgan kofirlarga alamlik azob bor. Ahli kitobdan va mushriklardan bo'lgan kofirlar Rabbinglar tarafidan sizlarga Qur'on, ilm, ma'rifat, nusrat va bishorat qatorliq yaxshiliklardan ozroq bo'lsa tushishni qat'iy yoqtirmaydi. Alloh payg'ambarlikdan iborat rahmatini bandalaridan kimni xolisa shuningga ato qiladi. Alloh katta va keng fazli karam ham ato ihson egisidir. Biz biror oyatni amaldan qoldirsak yoki uni dillardan o'chirib tashlasak, albatta sizlar uchun uningdan manfaat kerak oyatni keltiramiz yoki savob va amal jihatda uniga o'xshaydigan bir oyatni keltiramiz. Har bir ishimizda albatta hikmat bor. Ey payg'ambar,
Sen ve ümmetin Allah'ın her narsaga qodir ekanligini bilmamsizlar? Ey payg'ambar, sen ve ümmetin Allah'ın osmonlardagi ve zimindagi hamma narsaning egisi ve idora qilguvchisi ekanligini bilmamsizlar? Allah xolig'ini qiladi, xohlagancha hukm qiladi. Bandalarini o'zi xohlagan ishga buyuradi va xohlagan ishdan to'sadi. Bandalarning Allah'ın emir fermanlarını qabul qilib itoat qilishi farzdir. Allah'a asilik qilgan odam o'zini Allah'ın azobidan qutqizib qoladigan hech qanday madadkor va yordamchi yo'qligini bilsin. Ey insonlar, ilgari Yahudilar Musoga talab qo'ygandek, sizlar mutarsolih va haqavurlik qilib payg'ambaringlar Muhammad alayhissalomga talab qo'ymoqchimi? Bilinglarki, kimki iymonni qo'yib kufrni tanlaydi ekan, u Allah'ın to'g'ri yo'lidan ezib, ozg'unlikqa kirib ketgan bo'ladi. Ahli kitob ichidagi nurg'un kishilar Muhammad alayhissalomning rostchilligi va u ilib kelgan dinning haq ekanligi o'zlariga o'p-ochiq ayon bo'lgandan keyin faqatla dilga to'shib ketgan hasad va dushmanlik tufaylidan sizlarni iymoninglardan qaytirib, avvalgidek butlarga cho'qinadigan kofirlardan qilishni orzu qiladi. Allah'ın ular bilan urush qilish haqidagi farmoni kelganga qadar sizlar yanada ularni afv qilinglar va ularning nodonligini kechiringlar. Allah ularni bu qilmishi sababli albatta jazolaydi. Shaksizki Allah her narsaga qodirdir. U hech qanday bir ishdan ojiz kelmaydi. Ey iymon etganlar, namozni to'g'ri shaklda mukammal ado qilinglar. Farz qilingan zakatni to'liq beringlar. Bilinglarki, sizlar o'zinglar uchun qilgan har qanday yaxshi amalning mukofotini oxiratda Allohning dargohida topsizlar. Shaksizki Allah sizlarning barliq amallaringizni ko'rib turg'uchidir. U sizlarning amallaringizga qarab sizlarga mukofot yoki jazo beradi. Yahudilar bilan Hristiyanlar jannatning o'zlariga xos ekanligini va o'zlaridan boshqa hech kimning jannatga kirolmaydiganligini da'vo qilib biljirlaydi. Bu ularning quruq orzusidir. Ey payg'ambar, ularga agar bu da'voyinglarning to'g'riligiga rostil bo'lsanglar, dalillaringlarni keltirib beqinglar degin. Amaliyat hargiz ular gumon qilgandek emas. Jannat hargiz bir toifa kishilarga xos emas. Allohga chin ixlos bilan ibodat qilgan, barliq gap so'zlarda va amallarida Muhammad alayhissalomga ergashgan kishilarning hammasi jannatga kiradi. Kimki shunday qiladi ekan, u qilgan amallarining mukofotini oxiratda Allohning dargohida cho'qim topadi. Oxiratdagi mukofot jannatdir. Ularga oxiratda hech qanday qo'rqinish yo'qdir. Ular bu dunyoda erishamay ketgan dunyo lazzatlari uchun qayg'urmaydi. Yahudilar, Hristiyanlar to'g'ri dinda emas dedi. Hristiyanlarmi Yahudilar to'g'ri dinda emas dedi. Ularning hammasi Tavrat bilan Injilni o'qib turadi. Bu ikki kitobda barliq payg'ambarlarga iymon etishning zarurligi yozilgan. Arab mushriklardan iborat nadon qavmi shundoq dedi. Ya'ni o'zining dinida bo'lmaganlarning hammasini to'g'ri dinda emas deb qaradi. Allah qiyomat kuni ularning din to'g'risiga talash tortishi haqida hukm chiqaradi va har biriga qilmishiga qarab jazo beradi. Allah'ning masjidlarida namoz o'qish, Qur'on tilovat qilish orqali Allohni zikr qilishni ma'ni qilgan. U masjidlarni yiqitib tashlash yoki taqib elish va yoki mu'minlarni uningga kirishdan to'sish qatorli qilmishlar bilan vayron qilishga uringan odamdan zolim odam bor. Bu zolimlar masjidlarga faqat Allohdan qo'rqqan holda kirish kerak. Ularga dunyoda xorliq va rasvolik, oxiratda bo'lsa qattiq azob bor. Mashriqmi, mag'ribmi va bu ikkisining orasidagi taraflarning hammasi Allohningdir. Allah butkul zaminning egisidir.
Şunu sizlar Allah'ның əmriga asosan namozda qaysi tarafga yuzlansanglar, Allah belgilgan tarafga yuzlangan bo'lasizlar. Allah'ның ilkidan va itoatidan chiqib ketmaysizlar. Allah bandalarga cheksiz rahim shafqat qilguchidir. Ularning barliq amallarini bilib turguchidir. Hech narsa uning ilmidan chiqib ketmaydi. Tafsiri muyassar. Bir guruhi ulamolar nashrga tayyorlagan. Tarjima qilguvchi Muhammad Yusuf Muhammad Tursun. Muharrir Abdurrahim Davlat. Korrektor Abdulaziz Aqxun. 2020 yanvar 1-nashri. Teklimakan Uyg'ur nashriyoti tarafidan nashr qilingan. Mikrofon oldida İmran Abdug'ani Sadai. Bu asar avlod detallarida tarqitildi.